Hermann Hesse cho'l bo'risi. Hermann Hesse adabiyotning yirik namoyandalaridan biri, adabiyot sohasidagi xalqaro Nobel mukofoti sovrindori. Uning ko'plab roman, qissa, hikoyalari, she'rlari, siyosiy va adabiy tanqidiy ruhdagi asarlari chop etilgan. Ilk bor 1927-yilda bosilib chiqqan Cho'l bo'risi romani Hermann Hessega olamshumul shuhrat keltirgan teran psixologik asardir. Cho'l bo'risida o'z-o'zini tahlil qilish va hal etilmagan ma'naviy, ruhiy ziddiyatlarni yengish yo'lidagi sa'y-harakatlar qalamiga olinadi. Unda muallifning oldingi asarlarida ozmi ko'pmi aks ettirilgan ruhga murojaat etish uslubi o'zining yakuniy hamda to'laqonli ifodasini topgan. Yozuvchi Tomas Mann ushbu roman haqida shunday fikr yozgan edi. Cho'l bo'risi eksperimental dadillikda Ulis Fauch Mauniers singari asarlardan qolishmaydigan roman ekanligini aytib o'tishga hojat bormikan? Cho'l bo'risi menga anchadan buyon ilk bor haqiqiy kitob mutolaasi ne ekanligini qaytadan o'rgatgan asardir deb ta'kidlagan.